polvon sumkalari bilan kelibdi mana akalar paxtaga chiqib ketyapti turganda biz ham mana trakka chiqib ketyapmiz. Men ham bunaqa o'zimga yarasha trakovskiy formamni olganman. Polvonni kelgan mashinasini qaranglar, onasini ham. Nima ish qilasiz aka siz? Yurishlaringiz boshqacha. U meni kasbim-ku. Kasb o'g'risi Instagramni kamroq ko'rgin. Akalar biz trakka chiqib ketyapmiz. O'zim men bitta Instagram alohida sahifa ochib qo'ysam bo'lar-ekan. Mercedeslarga bag'ishlangan. Mana bitta, ikkinchisi, narada uchinchisi. Bitta ham bir BMW ham olib kelib qo'yib qo'yish kerak ekan. Nima deysizlar? Kommentariyada hozir zombilar urush boshlanadi. Mercedes zo'r BMW quluplandi, bir marta bos, nima 50 marta bosasan knopkani. Eng qizig'i men qaranglar, mana yerda ham Mercedes turibdi akalar. O'zi mahallamizni Mercedes Nur mahallasi deb qo'ysak bo'lar-ekan. Ana videoga olganman, pampersda boqadish chiqqani, apelsin ishton bilan. Qizlar, men qurtop yegilar kelsa, men spesial bunaqa xaltachalik kiyim olganman. Shunday qurtopni chiqarib bergani sizlar uchun. Olinglar. Tushib qoldi. Qurtop emas, u qurt. Biz Andijonda qurt deb ana odam o'lgandan keyin go'shiga bunday tushadigan oq narsalar bor, lichinkalar, ash narsaga aytiladi. Ammo yeydigan narsaga qurtop deyiladi.